Bugun biz shunchaki bitta kitob haqida gaplashmaymiz. Bugun biz sizning operatsion tizimingizni butunlay yangilaymiz. Dunyodagi millionlab muvaffaqiyatli insonlarning ish stolida turadigan shaxsiy rivojlanish olamining konstitutsiyasi hisoblangan asar Stiven Koveyning Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi kitobiga chuqur sho'ng'iymiz. Agar siz o'zingizni raqamli zombidek his qilayotgan bo'lsangiz, vaqtingiz barmoqlaringiz orasidan qumdek oqib ketayotgan bo'lsa va hayotingizni kimdir yoki nimalardir boshqarayotgandek tuyulsa, bu video aynan siz uchun. Chunki hamma narsaning asosi poydevori bo'lgan birinchi ko'nikma haqida gaplashamiz. Stiven Kovey bu kitobida shunday deydi: siz bilan nima sodir bo'lishi muhim emas. O'sha sodir bo'lgan voqeaga qanday javob berishingiz, ya'ni reaksiyangiz muhimdir. Keling, hayotiy misolni ko'ramiz. Ikki kishi tirbandlikda probkada qolib ketdi. Birinchisi reaktiv inson. U rolni uradi, baqiradi, hukumatni so'kadi, asablarini tamom qiladi. Uning kayfiyati tashqi sharoitga bog'langan. U vaziyat asiri. Ikkinchisi proaktiv inson. U ham tirbandlikda, u ham kechikyapti, lekin u shunday o'ylaydiki, men bu probkani to'xtata olmayman, lekin bu vaqtdan foyda chiqarishim mumkin. U audio kitobni yoqadi yoki foydali podkast eshitadi. Uning ichki xotirjamligi tashqi tirbandlikka bog'liq emas. Proaktivlik nima? Bu shunchaki tashabbus ko'rsatish degani emas. Bu o'z tanlovlari uchun mas'uliyatni to'liq o'z bo'yniga olish demakdir. Reaktiv odamlar men shunaqaman, u meni shunga majbur qildi, ilojim yo'q edi degan so'zlarni ko'p ishlatishadi. Ular mas'uliyatni doim tashqariga otishadi. Iqtisodiyotga, ota-onasiga, omadga yoki vaqtga. Proaktiv insonlar esa boshqacha tilda gapirishadi. Men buni tanlayman, men boshqacha yo'lni topa olaman, men his-tuyg'ularimni nazorat qila olaman. Eng qimmatli dars: tashvish doirasi va ta'sir doirasi. Hozir diqqat qiling. Bu sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Kovey bizga ikkita doirani ko'rsatadi. Tashvish doirasi. Bu yerda bizni tashvishga soladigan, lekin biz o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Dollar kursi, urushlar, boshqalarning biz haqimizdagi fikri, kechagi yomg'ir. Agar siz bor energiyangizni shu doiraga qaratsangiz, siz hech qachon baxtli bo'la olmaysiz, chunki siz boshqara olmaydigan narsalar sizni boshqarishni boshlaydi. Siz qurbonga aylanasiz. Ikkinchi ta'sir doirasi. Bu yerda esa siz o'zgartira oladigan narsalar bor. Bizning bilimimiz, bizning odatlarimiz, bizning reaksiyamiz, bizning sog'ligimiz. Muvaffaqiyatli insonlar butun diqqatini ta'sir doirasiga qaratishadi. Ular hukumat yomon deb nolish o'rniga men qanday qilib daromadimni oshirishim mumkin deb o'ylashadi. Ular vaqtim yo'q deyish o'rniga men vaqtimni qayerga behuda sarflayapman degan savolni berishadi. Natijada nima bo'ladi? Siz ta'sir doirasiga e'tiboringizni qaratganingizda bu doira kengayishni boshlaydi. Sizning hayotingiz ustidan nazoratingiz kuchayadi. Atrofingizdagi insonlar sizdagi bu o'zgarishni, bu energiyani sezishadi. Sizga bir hayotiy maslahat: keyingi safar kimdir sizga qo'pol gapirsa yoki kutilmagan yomon voqea sodir bo'lsa, to'xtang. Bir soniyaga to'xtang. Reaksiya bildirishda shoshilmang. Sizda tanlash erkinligi bor. Siz jahl qilishni emas, xotirjam tahlil qilishni tanlashingiz mumkin. Aynan shu bir soniyalik to'xtash sizning hayotingizni zombilikdan insonlik darajasiga hech kim sizning ruxsatingizsiz sizni xafa qila olmaydi. Hech qanday sharoit sizning ichki dunyoyingizni buza olmaydi. Agar siz bunga ruxsat bermasangiz, siz o'z hayotingizning boshqaruvchisisiz, shunchaki tomoshabin emas. Bugun o'zingizga savol bering: sizning diqqatingiz qaysi doirada? Tashvishlar doirasidami yoki ta'sir doirasida? Izohlarda yozib qoldiring. Agar siz ham hayotingizni hoziroq o'zgartirishni istasangiz va ushbu 7 ta ko'nikmaning qisqa, tushunarli PDF shaklini yuklab olmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga o'ting. Stiven Kovey ikkinchi ko'nikmani shunday tushuntiradi: barcha narsalar 2 marta yaratiladi. Birinchisi sizning ongingizda, aqliy yaratilish. Ikkinchisi hayotda, jismoniy yaratilish. Tasavvur qiling, siz uy qurmoqchisiz. G'ishtni olib darrov devor qurishni boshlamaysiz. Avval sizning miyangizda rasm chiziladi. Keyin qog'ozda chizmalar chiziladi. Har bir burchak, har bir mixning o'rni hisoblanadi. Faqat shundan keyingina qurilish boshlanadi. Agar siz rejasiz uy qursangiz, u birinchi bo'ronda qulab tushadi. Sizning hayotingizcha, hayotingizni qurish uchun chizmangiz bormi?
Yoki siz ertalab uyg'onib, ijtimoiy tarmoqlar sizga nimani buyursa, boshqalar sizdan nimani kutsa, shuni qilyapsizmi? Menejer va lider o'rtasidagi farq. Bu tushunchani yaxshiroq anglash uchun Covining ajoyib bir misolini ko'ramiz. Tasavvur qiling, bir guruh ishchilar zich o'rmonda yo'lga tushishdi. Menejerlar boltalarni ko'tarishadi, ishchilarni tezroq ishlashga majburlashadi, ish grafikini tuzishadi, ular ishni to'g'ri bajarish bilan band. Lider esa eng baland daraxtning tepasiga chiqadi, atrofga qaraydi va baqiradi. Bu bizning o'rmon emas, biz noto'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Siz ham hayotingizda juda band bo'lishingiz mumkin. Ko'p ishlaringiz 13-14 soatlab mehnat qilishingiz mumkin. Lekin siz noto'g'ri o'rmonda emasmisiz? Siz zinadan juda tez ko'tarilyapsiz, lekin u zina siz borishni xohlagan binoning zinasi bo'lmasa-chi? Shaxsiy missiya bu sizning konstitutsiyangiz. Bu nima degani? Bu sizning qadriyatlaringiz va prinsiplaringiz jamlangan hujjat. Ko'pchilik odamlar o'z markaziga turli narsalarni qo'yishadi. Pul markazli odam har bir qarorini bu menga qancha foyda keltiradi degan savol bilan beradi. Puli ketsa, uning butun hayoti barbod bo'ladi. Oila markazli odam faqat oilasi uchun yashaydi. Agar oilada biror muammo bo'lsa, u odam ruhan sinib qoladi. Ish markazli odam, u workaholic. Ishdan ayrilsa, u o'zini yo'qotadi. Covey aytadiki, hayotingiz markaziga prinsiplarni qo'ying. Adolat, halollik, doimiy o'sish, xizmat qilish bular o'zgarmasdir. Agar sizning markazingizda prinsiplar tursa, tashqarida dollar kursi oshadimi, urush bo'ladimi, kimdir sizni g'iybat qiladimi, sizning ichki poydevorlaringiz qimirlamaydi. Chunki siz qayerga borayotganingizni va kim ekanligingizni aniq bilasiz. Amaliy mashq. Sizning 30 soniyalik missiyangiz hozir videoni to'xtating va o'zingizga savol bering. Men dunyoga nima berish uchun keldim? Agar men bugun yo'q bo'lib qolsam, dunyo nimani yo'qotadi? Bu savolga javob topish bir kun yoki bir hafta vaqt olishi mumkin, lekin bu javobni topmasdan turib, har qanday harakatingiz shunchaki raqamli zombilik bo'lib qolaveradi. Ikkinchi ko'nikma sizga hayotingiz boshqaruvchisi bo'lishni buyuradi. Ssenariyni o'zingiz yozing. Aks holda uni boshqalar siz uchun yozib berishadi. Sizning bugungi vazifangiz kechqurun o'tirib, o'z missiyangiz haqida o'ylang. O'z tobutingiz tepasida eshitishni xohlagan nutqingizni yozib chiqing. Ushbu ikkinchi ko'nikmani hayotingizga qanday tatbiq qilish bo'yicha maxsus missiya yozish qo'llanmasi va kitobining PDF shakli bizning Telegram kanalimizda bor. Link izohlarda va profilimizda. Siz hayotingiz markazida nima qo'ygansiz? Pulmi, obro'mi yoki prinsiplar? Izohlarda samimiy javobingizni kutaman. 3-ko'nikma 4 kvadrat siri. Vaqtni boshqarish bu soatni boshqarish emas. Bu o'zingizni boshqarishdir. Covey bizga hayotimizdagi barcha ishlarni 4 ta kvadratga bo'lishni o'rgatadi. Hozir o'z hayotingizni shu kvadratlarga solib ko'ring. Birinchi kvadrat shoshilinch va muhim ishlar. Bu yerda muddati o'tib ketayotgan loyihalar, kutilmagan muammolar, tish og'rig'i yoki ertangi imtihon bor. Agar siz faqat shu kvadratda yashasangiz, hayotingiz doimiy stressdan iborat bo'ladi. Siz doim yong'in o'chiruvchisiz. Bir muammo tugasa, ikkinchisi boshlanadi. Ikkinchi kvadrat shoshilinch, lekin muhim emas. Mana bu eng xavfli joy. Bu yerda birovning qo'ng'iroqlari, sizga foydasi yo'q majlislar, darhol javob berishingiz kerak bo'lgan keraksiz xabarlar bor. Bu ishlar shoshilinch bo'lgani uchun siz bularni muhim deb o'ylaysiz. Aslida esa siz boshqalarning ustuvorliklari uchun o'z vaqtingizni qurbon qilyapsiz. 3-kvadrat shoshilinch ham emas, muhim ham emas. Zombi xonasi. Bu ijtimoiy tarmoqlarni cheksiz varaqlash, keraksiz seriallarga vaqt sarflash. Bu kvadratda dam olinmaydi. Bu yerda shunchaki yo'q bo'lib qolinadi. Va nihoyat oxirgi kvadrat bu shoshilinch emas, lekin juda muhim. Bu muvaffaqiyat kvadrati. Bu yerda rejalashtirish, sog'liqqa e'tibor, o'z ustida ishlash, yaqinlar bilan sifatli munosabat va eng asosiysi deep work, chuqur ishlash bor. Bu ishlar shoshilinch emas. Hech kim sizni bugun kitob o'qishga yoki yangi til o'rganishga majburlamaydi. Agar bugun bajarmasangiz, hech narsa portlab ketmaydi, lekin aynan shu kvadratdagi ishlar sizning kelajagingizni belgilaydi. Muvaffaqiyatli insonlar va boshqalar o'rtasidagi farq shundaki, muvaffaqiyatli insonlar keraksiz kvadratlarga yo'q deyishadi va bor energiyasini oxirgi kvadratga sarflashadi. Katta toshlar qoidasi.
Tasavvur qiling, sizning oldingizda bo'sh chelak bor. Sizda bir nechta katta toshlar, mayda toshlar va qum bor. Agar siz chelakka avval qumni, mayda-chuyda ishlarni to'ldirsangiz, katta toshlar, asosiy maqsadlar sig'may qoladi. Lekin agar avval katta toshlarni qo'ysangiz, mayda toshlar va qum ularning orasidagi bo'shliqlarga o'zi joylashib oladi. Sizning katta toshingiz nima? Bugun o'zingizga savol bering. Agar men har kuni 1 soat davomida aynan shu ish bilan shug'ullansam, hayotimda ijobiy portlash sodir bo'ladimi? Agar javobni bilsangiz, demak bu sizning oxirgi kvadratingiz. Unga bugun vaqt ajrating, ertaga qoldirmang. Vaqtingizni rejalashtirayotganda kunlik emas, haftalik reja tuzing. Kunlik reja sizni 1-kvadratga qaytarib qo'yadi. Haftalik reja esa balandlikdan qarash imkonini beradi. O'z prinsiplaringizga mos kelmaydigan har qanday taklifga muloyimlik bilan, lekin qat'iy yo'q deyishni o'rganing. Esingizda bo'lsin, bir narsaga ha deyish orqali siz boshqa muhimroq narsalarga yo'q deyayotgan bo'lasiz. Siz bugun qaysi qumdan voz kechib, qaysi katta toshni birinchi bo'lib chelakka qo'ymoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va biz bilan birga raqamli zombilikdan haqiqiy mahsuldorlikka o'ting. Keyingi videoda biz shunchaki yutishni emas, hammaga foyda keltiruvchi win-win strategiyasini o'rganamiz. Sahifalab, biz sahifalarni emas, hayotimizni varaqlaymiz.